Nima deb mana men deb o'zingiz ko'rsata olasiz? Barabandan shou ko'rsatib bermoqchiman muxlislarga. Demak, omad tilaymiz. Omad. Hunaringizni ko'rsatganingiz yaxshi. Mana men deb qo'lingizdan nima kelishini ko'rsatyapsiz. Bravo, qoyilman, lekin yana ham qiziqarliroq qilishga harakat qiling. Ustozingiz Olimjon Hakimov emasmi? Hozir men aytib beryaptdim. Yo, men aytmoqchimanki, mana shu fransuzskiy tom bilan altlarni kam ishlatar ekansiz. Ana shularga ham anaqa qiling. E'tibor bering. Lekin meni javobim ha. Rahmat. Yurtimizda shunaqa iste'dodli bor ekan, kelajakda san'atimizdan xavotir olmasak ham bo'ladi. Barakalloh. Ha. Rahmat. O'zingizga yoqdimi chiqqaningiz? Men endi o'zim maqtolmayman-da, hakamlar hay'atini endi bilmadim. Yoqdimi? Ularga ha deyishdimi sizga? Ha. Sizni chin dildan tabriklab qolamiz. Omad.